Kelib qoling, shashliklarni zo'rg'ish dimoq O'rmaylik, qarang. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Faqat shashlikning boshqa ovqatlari yo'qmi? Akajon, bizning restoranimizda o'zbek hamda uyg'ur milliy taomlari, bundan tashqari Yevropa taomlari, salatlarni har xilidan. Moskvaga borib temir shashliklar desangiz hamma taniydi. 8 ta o'rtoq restoranimiz bo'lgan. Mana kelib Buxoroda Sharq bozorchaning yoniga Sadiya kafesini ochdik. Bu yerda 50 dan ortiq shashlik turlari bor. Mana misol uchun, Misoling qo'y, men 50 yildan beri shashlik ichaman, o'rganish kerak yo'q. Kavkaz shashliging bor ekan, marjon shashliging bor ekan, Napoleon bor ekan, rulet bor ekan, bolgarishki kufta tutsa, ana g'ishtnon shashlik, ana kuskovoy, ana tovuq shashlik, ana mangal, ana dangal. Shaki? Qana. To'nimaganimni qarang. Assalomu alaykum. Deb qani debdi. Endi sharqilik salatni kirib kelgan. Valli sen nima qilasan? Sadiya kafesi ochdik, men bu yerda administratorman. Administrator. Kiring ichkarida qatosh berib ko'rasiz. Kim qanday qimmat emas ovqatlar? Hamma narsa arzon, g'ijdonga qanaqa narx? Shu markazga kelib shunaqa qildik, qarang. Mana bittasiga 1 kilo go'sht. Abdurahim aka, xush kelibsiz. Qarang, atmosferani ko'rdingizmi? Zo'r. Hozir qarang, jonli ijroda qo'shiqlarimiz boshlanadi. Mazza qilib yeb ichirasiz. Nima aytasiz sizga? Men o'zing bilasan, shu katta shashlikdan o'shanda ikkita. Ikkisi. Bo'ldi, tamom. Siz mazza qilib choy ichib o'tiring, men hozir pullar xotirib piyza chiqaringlar, outlayib. Oho kunin chiko kunin noz badan gizdalla. Oho kunin chiko kunin noz badan gizdalla. Gizdalla, gizdalla, noz badan gizdalla. Gizdalla, dalla, dalla, noz badan gizdalla. Abdurahim aka o'zgarib qolmadingizmi? Shaki? O'rganlar. Buyurtmas taqdirlar. Bir tovoq olib kelibsan. Qarang, bu juda bitta o'zi tuyib qolasizlar. Buni olib mazza qilib Kim qanday bo'lmasa bo'lsa kerak. mazza qilib yetib kelaman. Bu shakil shunchaligiga hech qomat-qomatda. Mayli. Bismillah. Zadrot o'zgaribmi? Bitta o'zingiz agar yeyishga qiynalayotgan bo'lsangiz, men yordam beraman. Imom uni qara qilinlarga qarang. Qarang Abdurahim aka. Bu so'zi haqiqiy qizg'on shashlik. Men salatadan qo'ying. Shakijon ishlamagan ishlaydi. Bir tushiraysan shuni. Abdurahim aka, mana sizdan chek, mana nima bo'libdi? Bitta o'zimga ikkita bo'laman. Yo'q, shuncha shashlik deydingiz bitta o'zingiz. Sus ko'ksib tiqilib yedim, bir tugun shashlik yedim. Lekin pulini bitta o'zingiz to'laysiz. Men bilmayman. 200 hammasini o'zim to'laymanmi? Kassaga ko'ra olasiz o'shadan. O'zi tushiraman, qarab tur. Yaxshi, mana o'tirib shashlik olib ikkisi ham. Shavkat jiyanim bilan Shakil. Shu Shavkat. Shavkat biz jiyan biladi. To'g'ri dedi, borib ketavering dedi, men o'zim to'layman. Endi yomon aytib, qayni o'zing bilasan dedi, men ma'qul deb boringlar. Rahmat aytinglar, lekin kamchiliklar bo'lmadimi? Zo'r shashliklar. Kelib turinglar. Shavkat